Tasavvur qiling, trassadasiz, tezlik 200 km/soat, 7-uzatmada ketyapsiz, kutilmaganda keskin obgon qilish kerak bo'lib qoldi va sizga zudlik bilan 4-uzatma zarur. Dunyodagi eng zo'r sportkarlarning mashhur qo'sh muftali DCT korobkalari ham bu vaziyatda biroz dovdirab qoladi, chunki ular 4-tezlikka tushish uchun pog'onalarni bittadan 7, 6, 5, 4 ga bosib o'tish shart. Bunga esa o'ta qimmatli soniyalar sarflanadi. Ammo Koenigsegg LST, ya'ni yorug'lik tezligidagi uzatmalar qutisi texnologiyasi qoidalarni butunlay buzdi. Shved muhandislari an'anaviy mexanik vilkalarni uloqtirib, 9 ta uzatmani mustaqil boshqarish uchun naq 7 ta stepleniya o'rnatishdi. Natijada barcha uzatmalar doimo ulanishga 100% jangovar holatda shay turadi. Rul ostidagi lepestokni qattiqroq bossangiz, mashina miyasi aql bovar qilmas tezlikda vaziyatni tahlil qiladi va bam! Mashina oraliq pog'onalarga vaqt yo'qotmay to'g'ridan-to'g'ri 7-dan 4-uzatmaga sakraydi. Eng dahshatlisi, muftalar uzilib keraklisiga ulanishi uchun atiga 2 millisoniya ketadi. Bu inson ko'zini ochib yumishidan 100 marta tezroq. Qolaversa, shuncha detalga ega bo'lishiga qaramay, bu korobka og'irligi bor yo'g'i 90 kg. U raqobatchilarnikidan 40-50 kg yengil. LCT tizimi haqiqiy muhandislik san'atidir. Mana shunday qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun esa bizga obuna bo'lib qo'ying.